Birda yo'lning ustidan yangi domlardan hech kim yashamagan uyizlaganlarga mana shu uyni tavsiya qilaman. Ya'ni olingandan beri hech kim yashamagan uyga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Prixoshkamiz ancha keng. Bu tarafda zal, sanuzullar alohida, svet yo'qligi uchun salgina qorong'u bo'ladi, lekin kutib tursangiz yorug' joylarni ham ko'rsataman. Bu yerda bitta xonamiz, kvadrat metri 93 kvadratli. Bu yerda esa zal, bahaybat zal va joyini tushuntiradigan bo'lsam, birda yo'lining ustida joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Birda yo'lining usti. Bu tarafda pojarniyni yonboshida joylashgan domimiz. Ya'ni sentr joyda joylashgan. Sanuzullar bu yoqda yuvinish xonamiz qorong'ulik uchun uncha ko'rinmayapti. Bu tarafda esa hojatxonamiz joylashgan. Bu yerda oshxonamiz. Oshxonamizga bemalol o'tiradigan joylar qilib tashkillashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Duh konturli katollar o'rnatilgan va gaz plitalar qo'yilgan ekan. Gazlar hamma narsasi ajoyib, dokument hujjatlari hamma narsasi joyida va bu balkonda eni 3,5 metrli balkon va uzunligi 6 metrdan ziyodroq ekan. Mana shu joyim sotiladi, kimga qiziq bo'lsa, joylarini tushuntirdim. 4 qavatli domda 4-qavatda joylashgan va narxiga keladigan bo'lsak, narxini 520 million so'm deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Kelasi savdoni qilib olib ketishlaring mumkin. Mana shunday uy izlaganlarga jo'natib qo'yib, bizga like, podpiska bosishni unutmanglar.